bugun sizlar bilan o'zimni firminiy borshimni bo'lishaman. Bu borshni qilmabsizlar, yemabsizlar ham, dunyoga kelmabsizlar ham. Ishoninglar. Men borsh qotganimda birinchi piyozni qovuraman, keyin go'sht qovuraman. O'zi libo ovqatda birinchi piyozni qovurib, keyin go'sht qovuraman. Srazi tuz solaman. Tuz nimaga solinadi ovqat go'sht qovuratganda bilasizlarmi? Chunki go'sht yumshoq pishadi. Ketidan men srazi kartoshka sabzini sovuraman, ustiga ozgina qizartiradigan sovuraman. Men libo ovqatga qizartiradigan solaman. Yo pomidor solaman yoki qizartiradigan solaman. Men karamni mana shunaqa uzuncha qilib to'rayman. Karamni hamma har xil to'raydi, men uzuncha qilib to'rayman, ozgina ko'proq qovuraman, chunki yumshoq pishadi. Keyin ketidan men qaynagan suv qo'shaman. Uni ketidan men pishmagan lovligini solaman. Lovligini men shu sho'rvani ichida pishiraman. Keyin ovalamanda 10 minutcha sovutishga qo'yaman. Nima edi? Qirg'ich bor-ku, markavcha chiqaradigan qirg'ichda chiqarib olaman, uzuncha qilib. Oddiy qirg'ichda emas, markavcha qilinadigan qirg'ichda chiqaraman-da. Ustiga sovoraman, 10 minutcha qaynataman. Shunda ranglari bir-biriga o'tib, bardovich, chiroyli svet bo'lib chiqadi. Men kafelarnikiga qarab o'xshabdi. Ishoning